Shuncha taxtalar o'tinga chiqdi. Bekordan rasvo bo'ldi, rasot bo'ldi. Uyda egalari endi uzoq xizmat qiladi deb o'ylaganda, endi uni o'rniga konteynerdan qilishdi. Ko'ngillari to'q 50 yilgacha bemalol xizmat qilib beradi. Cho'rniyni ham bemalol ko'taradi, loy bosasimi, lo'mboz bosasimi xizmat qilib beradi. Endi bu konteyner material nechta puldan ustalar xizmat qilib beryapti deganlarga 18 ming so'mdan 22 ming so'mgacha metrini chiroyli holatda qilib beriladi. Bu joyimizga 220 ming so'mdan kvadratini chiroyli holatda qilib berilgan. 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha kraskali, tunikali kelishgan holda qilib beriladi. Bu xonadonimizga bonus qilib, chiroyli holatda tunikasini bepulga qatarib berilgan, uydagilar olib berilgan. Bu joyimiz 600 kvadratdan oshiq, pulini o'zingiz bitta hisoblab olaverasiz. Eng asosiysi bu tomonda binoyimizni tomini olib tashlab turib, yangi holatda qilingan taxtalarni bu ichkariga olib kirib qo'yishgan. Chunki taxtalarimiz ham anchagina chirib, mana shu holatga kelib qolgan qaranglar. Salgan sinib ketadigan bo'ladi, lekin konteyner material sinmaydi. Pasta nomerlar bor, kraskali deganlar kraskali, undan tashqari tunikasini ham qilib beraman deganlarga qilib beradi. Pasta nomerlar bor, 12 ta viloyatga shunaqa chiroyli holatda konteyner materialda garantiyasi bilan yopib beriladi.